Iltimos doktor, bolamni davolab bering. Kundan-kun ko'zimning oldida so'lib ketyapti. Siqilmang, vahima qilmang. Bolangizni albatta tuzatamiz. Faqat shu mehr berib tuzatishimiz uchun ozgina motivatsiya bersangiz bo'ldi. Axir menda pul yo'q-ku. Shunda davolamaysizmi? Nima qilaman endi? Men davolashni boshlayveraman. Sizga ishonaman. Siz albatta topib kelasiz. Siz tezroq harakat qiling, mana ishdan qo'ymang. Aynan shunga o'xshash holatda, ya'ni bemorga ko'rsatilgan tibbiy xizmat uchun uning yaqinlaridan pora talab qilgan shifokor Jizzaxda aniqlandi. Mas'ullarning bizga bergan ma'lumotlariga ko'ra, Jizzax viloyati G'allaorol tumani tibbiyot birlashmasida jarroh lavozimida ishlab kelayotgan fuqaro qonunga xilof ekanligini bilsa-da o'z nafsiga erk berdi. Xususan, 1988-yilda tug'ilgan jarroh ushbu muassasaga murojaat qilgan. Baxmal tumanida yashovchi fuqaroning farzandiga o'tkazilishi kerak bo'lgan tibbiy amaliyot uchun undan 2 million so'm miqdorida pul talab qilgan. Jizzax viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tezkor xodimlari tomonidan o'tkazilgan tadbirda u ushbu pullarni xizmat xonasida olgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Hozirda mazkur holat yuzasidan tegishli tartibda tergovga qadar tekshiruv olib borilmoqda. Ayrim ichgan qasamini ham unutib oq xalatiga dog' tushirayotganlar. Men faqat qo'l haqqimni oldim, rozi bo'lib berishdi deya o'zingizni oqlamang. Qonunga zid qilingan har bir harakatingiz javobsiz qolmaydi.